15-20 ming so'm atrofida aylanadi. Ochib ham olsa 50-60 ming so'm atrofida aylanadi. Balona mix kirsa, samarez girsa, diqib yamama, troz uziladi deydi. Girgan samarez bilan deng. Bu rezinka bina. Kichikgina mayda bo'lib qoladi-da bu vach. O'zi rezinka tovar bu. Uni o'zini diqinmasa, buni momentchilar bor original. Shunday momentchilar bilan yamoladi. Momentchilar surtiladi uchun, bu ham hali girgan mixdan samarezda iri narsa emas. Mana balondan samarez giribdi. Mana kerak bo'lsa ham o'tmas ekan bo'ladi. O'rib ketadi. Samarez bilan bir xil giradi. Önemli. O da böyle. Şunda troz uzamayken. Eskiden troz uzmaydı. Maydekkina bu narsa bo'ladi. Mesela bundan tabi olmasa 15-20 ming so'm atrofida aylanadi. Ochib ham olsa 50-60 ming so'm atrofida aylanadi. Bu narsani o'zi diqib yamash, protektini ustiga gap yo'q. Buning joylari sal pastroq bo'ladi. Lekin bu yerlarni yamaganimizdan bu yeri, ya'ni qo'shilgan joyi. Ne bir kaç bilan kirkamiz bo'ldi. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Siz e'tibor uchun rahmat. Bundan ham zo'r ma'lumotlar, bundan ham zo'r layfhaklarni chiqaramiz. Hafta ishiga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.